Menimcha, уже hamma blogerlar, hamma auditoriyasi bor insonlar уже chiqib bir video murojaat qilishimiz kerak. Sababi, e'tibor berasizlar, har kuni, deyarli har kuni bog'chada bolalarga yetkazilayotgan ziyon to'g'risida xabarlar chiqadi. Shaxsan o'zimga ham farzandi kaltak yegan, farzandiga ninalar tiqilgan, mana Gulistondan yozdilar bitta ayol. Shunaqa voqealardan onalar shu darajada qo'rqib qolganki, farzandini bog'chaga berishga, bog'chapalardan qo'rqib qolishgan. Bu nosog'lom munosabat va bu narsani davlat darajasida ko'rib chiqilishi kerak. Ya'ni har bir bog'chaga primoy efir, ya'ni jonli ota-ona farzandini kuzatib turish haq-huquqini berish kerak. Chunki farzand nimjon, farzand zaif. Ba'zilar farzandlarini qo'rqitib, bolachalarni qo'rqitib, ota-onangga aytib bersa, unaqa qilaman degan gaplari bilan gapiradigan bolalarni ham gapirmaydigan qilib qo'yish. Bola nimani ham tushunadi deb o'ylaydi ba'zi birovlar. Bola juda ham yaxshi hamma narsani tushunadi. Uni ong osti hamma narsani как gubka deb pitать qilib yozib oladi. Men sizlarga o'zimni shaxsiy holatimdan, farzandim bilan bo'lgan holatdan bir keys keltiraman. Masalan, yaqinda ko'chada yurganimizda bolamga ko'p yugurib ketmaslik uchun mashina ketib qolmagin, mashina to'xta deb 3-4 marta qaytarganim uchun mana kecha enagam aytibdilar. Unda детский площадкада yursa ekan, hech qanaqa mashinalar yo'q. Mashina kelib qoladi hozir degan xavotirda yurdi Aida dedi. Kechqurun ham yotganda, "Mama, men qo'rqaman mashina kelib qolishidan" deb gapiryapti. Ko'rasizlar, men srazu bilan o'tirib beseda qildim-da, mashina yaxshi joylarga boradimiz, mashinada adin keladi, mashinada u bu deb bola bilan men ishladim. Shu 3-4 marta o'zim mashina degan gapimga o'zim afsuslandim. Endi o'ylab ko'ring, bolani psixikasi qanaqa восприимчивый. Shuning uchun men barcha blogerlardan so'ragan bo'lardim. Balki sizga bu muammo kelmagandir, balki kelmasdir. Lekin hozirdan bog'cha opalarga psixologik yordam ko'rsatilmasa, psixikasi normada bo'lgan insonlar ishga olinaversa, bolalar bundan zarar ko'rursa, bir umrga bolani psixikasiga ta'sir qilaversa, u qo'rqib yashaydigan bo'lsa, ertami kech bizni bilmagan holda bizga ham bu ta'sirini o'tkazishni boshlaydi. Shuning uchun hurmatli blogerlar, kelinglar birlashaylik va video murojaat qilaylik. Bog'chalarga katta urg'u qaratilsin, bog'chalarga kameralar qo'yilsin, ota-onalar mana qaysidir saytga kirib, bemalol farzandi qanaqa holatda o'tirganligini ko'ra olish imkoniyatiga ega bo'lib, ishlaydigan ota-onalar qancha, majbur bo'lgan ota-onalar qancha-da, bolasini bog'chaga berib ishlash kerak, oilani boqish kerak. O'shalar ko'ngli tinch, xotirjam bo'lib farzandini topshira olsin.